Assalamu alaykum, hürmetlik qarindoshlar. Mening ismim Ilminur, yurtim G'o'lja. Ben 1999 yılı tibbiy universitetga o'qishga keldim. 2008 yılı Xitoyning zulm bilan majburiy xizmat tashlashga majbur bo'ldim. Meni majbur iste'fo bergizdi. 2014 yılı Misrga o'qishga bolalarni keldim. Chunki 2009 yılı bo'lgan 5 fevral voqeasidan keyin bizning uyda turish imkonimizning bo'lmaydiganligini o'z ko'zim bilan ko'rib yetdim. Chunki mening uyim shu Sanjixon tarafdagi milliylarcha o'ltiraqlashgan rayonida bizning uyimiz shu yerda. U yerda 5 fevral voqeasidan keyin 5 iyul voqeasidan keyin kam ko'lamli tutish uylardan yosh bolalarni tutib ochiq ketganini o'z ko'zim bilan har kunlikdek ko'rdim. Bu sababdan mening bolalarimning bu yerda o'qish imkonini bo'lmaydiganligiga ko'zim yetib, ham o'zim xizmat tashlagandan keyin bir shaxsiy doktorxona açtım. Onu iç jarayonida Müslüman qarindoshimizning, Uyg'ur qarindoshimizning ko'plab davolash sababi bilan Xitoy majburiy bir töhmet bilan doktorxonamni taqib uzatdi. Bu sababdan yana mening bu yerda bir bularning ko'ziga bir taqalgan mıqış keligini o'zim his qildim. Onun başqa har kunligidek ba'zi seni uyini nima uchun bu bolalar ko'p, nima uchun bu saradan kelgan bolalar ko'p deb meni to'liq izlaydigan bo'ldi. Chunki bizning tuqqanlarning qizlari yurtda turamay, malda turamay bizning uyda kelib turadi. Shu sababdan men shu ba'zining yana shu yerlikka hukumatning tekshirish obyekti bo'lib qoldim. O sababdan yana men chiqishga majbur bo'ldim. Men chiqqandan keyin hozir chiqib 4 yil vaqt bo'ldi. Bizning uydagilar yana bolalarning dadasi men chiqib ketgandan keyin shu Xitoyninki ashuni zulmidan qo'rqib biz ajrashib ketaylik dedi. Men uni ma'qul bo'ldim. Lekin bolalarni ko'rsa bilan 8 qatim Turkiyaga kelgan bo'ldi Dubayning vizasi bilan. Lekin bu jarayonda saqlamay ketib turgan 2 yil bo'ldi. Hozir butunlay yo'l taqalgan kelamidi. Amaliyotda mening yo'lchim 2006 yili qonunliq Xinjiang Chungan Goji Mavi Yushen Gonsida şirket kurgan kanunluk resmiyeti bilen 1 milyon meblag sip kurulgan şirkette. Her yılı her ayda degidek normal hükümetin talebi boyunca baş tapşırıp kelatkan bizim ticaretimiz nayet yaştı. Yakın yağı 6 ay oldu. Yıl şimdime hiç kadar sebepsizler çetel çıkan bana bilen cezalıcılarga ekir oldu. Hazır alakamız üzülgüleyip bütünley imkansız buğunumuzga 6 ay vakit oldu. Onun başka benim iki acem bilen bütünley alakamız yok. 2 yıldan beri. Dadam bilen hiç kadar alakam yok. Ben bir yerde şu Xitayga şunu deymen ki biz bu kısasını çokum alımız. Meyli sen her kandak bir banalarla bir oyulağın her kandak bir yelimeklerini işletken biz vatanımızın kolumuzu almaya koymayımız. Gerçi bir kısım adamlarını koyup bergen bulup, sen yollarını içip bergen bulup, yanılar sen özağınınki iligerlik siyasetini bir mezgil oturup koymaz desem o. Lekin biz, hazır sana müşahede meydanımın inek deymen ki, ballarımız bilen ebed bu kısasını ağalığımız ağan. Biz vatanımız Şarkı Türkistan kolumuz almay, hiçbir zamanda toxtamayımız.